Men sizga hozir orzu yozishni fishkasini o'rgataman, sirini, 3 ta sirini o'rgataman. Birinchisi, orzuni faqatgina bir tomonga qilmang. Ya'ni sizning orzungiz ma'naviy ham bo'lsin, moddiy ham bo'lsin, sog'likka oid ham bo'lsin. Chunki dekabr oyida juda ko'p insonlar orzu yozishi, o'z oldiga niyat va maqsadlar qo'yishi boshlaydi. Siz esa buni 4 jabhaga bo'lib oling. Birinchi ustuningizga albatta moddiy orzularni yozing. Ikkinchi ustuningizga ma'naviy va uchinchi ustuningizga sog'likka oid. To'rtinchisi esa farzandlar, oila va hokazo. Bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, qanday yoziladi, sana qanaqa bo'ladi, maqsad qanday qo'yiladi, niyatni to'g'ri qanday qilish mumkin bilmoqchi bo'lsangiz, men hammani, barchangizni, meni kuzatadigan barcha ayollarni, opa-singillarimni o'zim Telegram sahifamga taklif qilaman, chunki mutlaqo tekinga 2 kunlik dars boshlaganman. Ana shu darsda sizga 4 ta etapdagi orzuni zo'r qilib tushuntiraman. Buning uchun hoziroq like tugmachasini bosing, izohlarda esa dars so'zini yozib qoldiring, sizga havola jo'nataman.